sizni kimligingiz, nimaligingiz, qanaqa amallar bilan mashg'ulligingiz aksar holatlarda yuzingizga urib turadi. Gunohlar, ma'siyatlar va ayni shaklda savoblar va yaxshi amallar. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Simahum fi wujuhihim", simolari yuzlarida ko'rinib turadi, min athari sujud, sajdaga bosh qo'yganliklarini asaridan. Hofiz Masruq rahimahulloh aytar ekanlarki, 5 mahal namozni ado etgan har bir banda aslo va aslo g'ofillardan deb yozilmaydi, balki uyg'oqlardan, taqvo ahlidan deb yoziladi Allohning huzurida. Alloh taolo huzuriga chiqar ekanmiz. Solih amallarimiz yuzimizda, qo'limizda, butun a'zolarimizda bamisoli quyosh kabi porlab turar ekan. Tahorat olgan joylaringizda tahorat izlari, sajdaga bosh qo'yganingizdagi peshonangizda sajdagoh izlari, bular bamisoli quyosh kabi porlab turar ekan oxiratda. Bu dunyodachi, bu dunyoda ham yuzingizdagi iliqlik, issiqlik, nur bamisoli balqib turadi inshaalloh.